Anomaliyalar uyi. Hayotimda bir haqiqatni juda kech angladim. Dunyoda ba'zi joylar bor. Ularning eshigini odam emas, jonning o'zi ochadi. Bu joylar odamni chaqiradi. Nega? Nimaga aynan seni? Buni hech kim bilmaydi. Odam faqat sezadi. Bir kun birdan uyg'onasan va borishing kerakligini bilasan. Bu yer senga nimadir aytmoqchidek tuyuladi. Qoratepa qishlog'i chekkasidagi uy ham meni shunday o'ziga chorladi. Bu haqida bolaligimdan rivoyatlarda eshitganman. Uyning ichida vaqt ishlamaydi. Ichkariga kirgan odam o'zining ikkinchi nusxasini ko'radi. Uy tirik va hokazo rivoyatlarni eshitib katta bo'lganman. Va bu rivoyatlarni qanchalik to'g'riligini tekshirish maqsadida bir kun uyning oldiga bordim. Uyning darvozasiga yaqinlashganimda yonida toshga suyanib o'tirgan bir cholni ko'rdim. Men uning qayerdan paydo bo'lganini sezmadim. Go'yo u uyning ichidan chiqqandek edi. Tag'in kim bilsin. U menga qaradi. Undagi ko'zlar men shu vaqtgacha ko'rmagan ko'zlar edi. Jonsiz emas, lekin tirikka ham o'xshamaydi. Ular nimanidir bilardi. Chol asta gap boshladi. To'xta bolam. Uyga kirish ruhingga tirqish ochish demakdir. Odamning o'zi kiradi, ammo o'zi chiqa olmaydi. Men unga qaradim. Otaxon, men bu uy haqida bolaligimda eshitib katta bo'lganman, lekin bu rivoyatlarning qanchalik to'g'riligini o'zim tekshirmoqchiman. Bunday xohishing yaxshi, lekin haqiqat hamma vaqt ham foyda bermaydi. Bu uy odamning ichidagi bo'sh joyni qidiradi. Agar kimningdir ichida bo'shliq ko'p bo'lsa, o'shani o'z domiga tortib ketadi. U uy tomonga qaradi. Esingda bo'lsin, agar uy sen bilan gaplashsa, unga javob berma. Agar o'zingni ko'rsang, o'sha sen emassan. Agar ovoz chiqarsa, qarama. Eng muhimi unutma. Uy seni sinaydi. U seni sindira olmasa, uydan chiqib ketish imkoniyating bo'ladi. Bu imkoniyatni qo'ldan boy berma. So'nggi qo'limga tegdi. Qo'li sovuq edi. Unda tiriklik alomatlari yo'qdek. Lekin u qarshimda turardi. Rahol bolam. Albatta qaytishing kerak dedi. Men darvoza tutqichiga qo'l qo'ydim. Uyning ichidan past bir uvillash eshitildi. Eshikni ochdim. Ichkariga kirganim zahoti havo taranglashdi. Xuddi xona yillar davomida jim yotgan va endi yana nafas ola boshlagandek. Eshik orqamdan yopildi. Qo'llarimni ko'tarsam qimirlamaydi. Harakat qilaman, lekin tanam unga bo'ysunmaydi. Shu lahzada yurak urishim devorlarni yangratib to'ldirdi. Har zarba devorlardan aks-sado qaytib, yana ko'kragim yo'rildi. Shift burchaklaridan qora shivirlayotgan tutun oqib tushdi. Sen kech qolding. Men tushundim. Bu so'z emas. Ular mening o'ngimdagi bo'sh joyni qidirmoqda. Cholning ogohlantirganini esladim. Uy gapirsa javob berma. Men jim turdim. Tutun daxli chiqqandek g'o'lrab tarqaldi. Men birinchi xonaga qadam qo'ydim. Eshikni ochgan zahotim koridorda paydo bo'ldim. Koridor g'alati edi. Men qadam qo'yar qo'ymas u cho'zlar, bo'shashar, ba'zan esa birdan torayib ketardi. Makon tirikdek edi. Bir deraza oldiga yaqinlashdim. Tashqarida hech narsa yo'q. Yer yo'q. Osmonga o'xshash hech narsa yo'q. Faqat qora bo'shliq. Deraza oynasi ortidan bir ko'z menga tikildi. Rasmmi, soyami yoki o'z ko'zimmidi? Bilmadim. Devorlardagi rasmlar asta jonlana boshladi. Ularning ko'zlari menga, men qayerga boshimni qo'ysam, o'sha tomonga qarardi. Bir rasmda qariya yig'lardi. Men qadam tashlaganimda yig'i jilmayishga aylanardi. Yana qaramay qoldim deb o'ylaganimda u ko'zdan g'oyib bo'lardi.
Shu payt ortimdan pichirlash eshitildi. "Ey!" Endi ismimni aytib kimdir chaqirardi. Aniqlik bilan, ishonch bilan. Men deyarli ortga qaragandim. Ammo oxirgi lahzada cholning ovozida eshitilgandek bo'ldi. "Qarama!" Men yugurib ketdim. Koridor nihoyat tugadi. Nihoyat o'rtasida ulkan, ko'zgu bo'lgan bir xonaga kirdim. Va aksimga qaradim. Lekin ko'zgudagi men haqiqiy men emasdi. Ko'zgudagi aksim harakatni ozgina kechikib takrorlardi. Bora-bora bu kechikish tugadi. U mendan oldinga o'ta boshladi. Keyin u jilmaydi. Ammo men jilmaymagandim. Ko'zgudagi men qo'lini ko'tardi. Lekin menda hech qanday harakat qilmagandim. So'ng ko'zgu yorishdi va boshqa bir sahna ochildi. Bolalikdagi xonam, onamning ovozi, kulgu. Isma bilan yotgan kunim. Eski sandiq. Va bolaligimdan sevib o'ynagan qo'g'irchog'im. Men bu lahzani tanirdim, lekin ichimda nimadir bu xotira emas. O'yinning yana navbatdagi tuzog'idek tuyulardi. Onam ko'zgudagi sahnada menga qarardi. "Bolam, sen uyga qaytdingmi?" Ovoz tanish, lekin unda sovuq ohang bor edi. Men qo'limni ko'zguga uzatsam, onamning yuzi birdan o'zgardi. Ko'zlari qora. Og'zi cho'zilib ketdi. "Qayt", dedi u. "Men seni oldin ham kutganman." Va shu lahzada ko'zgu parcha-parcha bo'lib ketdi. Men o'zimni orqaga oldim va keyingi xonaga tomon harakatlana boshladim. Keyingi xonada minglab kitoblar saqlanardi. Har birining muqovasida mening ismim turardi. Birini qo'limga oldim. Ichida men yashamagan voqealar va men uchrashmagan odamlar haqida yozilgandi. Go'yo menga boshqa bir versiyamni taklif qilayotgandek. Kitoblar orasida soatlar yig'ila boshladi. Soat bo'laklari vaqtning o'lik suyaklaridek xonaga tarqaldi. Bir soat teskari yugurar, biri esa qotib qolardi. Yana biri boshidan ketma-ket orqaga qaytardi. Mana shifir-shifir ovozlar bilan to'ldi. Va shu onda "Sen bularni yashamaganmisan? Bu axir sen eding-ku. Qayt, o'zingni o'zgartir" kabi ovozlar eshitildi. Men qo'limdagi kitobni otib yubordim. "Yo'q, bu men emasman", dedim. Shu zahoti xona qattiq titradi. Devorlar sovuqdan qichqirgandek ovoz chiqardi. Men yugurdim. Va oldimda yana bir la'nat xona paydo bo'ldi. Bu xona butunlay qorong'i edi. Faqat pastdan qizil yaltirashlar ko'rinardi. Ular bir maromda urilardi. Men oldinga yurdim. Qo'l g'irchillardi. Xuddi ko'prik ustida yurgandek his qildim o'zimni. Birdan palostidan chorlovchi ovoz chiqdi. "Bu yer sening ichingdagi bo'shliq." Qo'l yorilib ostidan cheksiz zulmat ko'rindi. Zulmat ichida yuzlar suzardi. Men tanimaydigan, ammo menga qarab turgan yuzlar. Bir yuz qiyg'os chiqib keldi. "Ketma. Biz sening o'tmishingning bir bo'lagimiz. Sen bizni unutding, biz seni esa unutmadik." Qo'l ostidan yomon niyat bilan butun vujudimni o'ziga torta boshladi. Oyoqlarim ostida tortuvchi kuchni his qildim. Men butun kuchim bilan o'zimni tortib oldinga qaradim. Men butun kuchim bilan o'zimni tortib oldinga tashladim. Zulmat polosiga qaytib kirib ketdi. Chuqur-chuqur nafas olardim. Bu sinov menga ichimdagi bo'shliqni ko'rsatdi. Bu xonadan ham tark etdim. Oldimda bir zal paydo bo'ldi. Bu zalda o'nlab eshiklar bor edi. Har bir eshikning ustida nom yo'q. Ammo men his qildim. Har biri mening hayotimdagi bir bo'lim. Bu eshikdan bola yig'isi, biridan kimnidir nomi chiqardi. Bir eshikdan esa sovuq shamol esib meni o'ziga chorlayotgandek edi. Shunda markazdagi eng katta eshik asta ochildi. Ne ko'z bilan qarasamki,
O'zim chiqib keldim. U menga qarab jilmayardi. Bu lekin shunchaki istehzomiz jilmayishga o'xshardi. "Sen menga o'xshamaysan", dedi u oldimga yaqinlashib. "Men sening yashirmoqchi bo'lganlaringman." U menga yaqinlashardi. "Uy seni tanidi. Endi sen menga aylanasan." Qo'limga tekkan uning barmoqlari changga aylandi. Bir sho'rlagancha havoga singib ketdi. "Sen xotiraga aylangansan", degan ovoz qoldi uning ortidan. Men indamadim. Cholning ogohlantirgani yana esimga tushdi. Zalda yurishni davom etardim. Nihoyat derazasidan tashqari ko'rinib turgan bir eshikni ko'rdim va o'zimni unga urdim. Ochish oson bo'lmadi. Ming zahmatlar ortidan eshik ham ochildi. Tashqariga chiqdim. Ne ko'z bilan qarasamki, haligi chol o'sha yerda o'tirardi. Endi butunlay nurdan iborat tuyuldi. U boshini egdi. "Qoyilman senga bolam. Sen ichingdagi bo'shliqni yengib tirik chiqa olding." Bu esa kamdan kam holatlarda uchraydi. Men unga qaradim. Bu nima edi? Chol javob qildi. Bu odamlarning dardi, o'kinchi, bitmagan hikoyalaridan iborat bo'lgan uy. Har bir odamning ichida bitta bo'sh xona bo'ladi. Uy o'sha xonani izlaydi, topsa uni egallaydi, topolmasa bu inson g'alaba qilganini ifodalaydi. Agar uy bu bo'sh xonani topolmasa, demak bu inson g'alaba qilganini ifodalaydi. Men sukutda qoldim. Men qaytmayman bu yerga hech qachon qaytmayman deb o'zimga o'zim takrorlardim. Chol menga qaradi. Qaytishing shart emas. Ba'zan u odamning ichiga qaytadi. Chol asta tutunga aylandi. Havoga singib ketdi. Men bugun ko'rgan voqealarimni analiz qilishga harakat qilardim, lekin qo'limdan kelmasdi. Lekin miyam hech bir ma'lumotni qabul qilmasdi. Ortimga qaradim. Uy sokin turardi. Go'yo eshik ortida oddiy bir uydek, soladagidek bir uy turgandek. Go'yo yana kimnidir kutardi. Ehtimol yana menidir. Bilmadim.